Come on, boys and girls, to the world of fairy tales. Look around, enjoy the fun, 'cause we've just begun. Just look. Hoy shirintoy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirin ochamiz sizga. O'zlarimizni chin do'st tutaylik hayvonlarga, chunki cho'pchakda ular ishonar insonlarga. The shining twinkle tears and the brave that never fears. Just look what fun. Мальчики и девочки. Hoy shirintoy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirin ochamiz sizga. Just look what fun, and we have just Aka-uka Grimm ertaklari. to Taleland with a happy band. Принц Shahzoda qurbaqa birinchi qism. Qadim zamonda falak hali odamlarning iltijolarini tinglaydigan, yer yuzida duoibatli kuchi amal qiladigan vaqtda bir qirol yashagan ekan. Uni 3 ta qizi bo'lib, kenja malika g'oyatda go'zal ekan. Malikam, yo'l bo'lsin. Qayoqqa ketyapsiz? Sayr qilgani bir aylanib kelay. O'rmon ichidagi hovuzchaga bormoqchisiz shekilli. Topdingiz, xotirlamay qorong'i chiqmasdan qaytaman. Malika, ertaroq keling. Ehtiyot bo'ling, a? Xo'p bo'ladi. Ваше высочество, Shahzodam, marhamat qilib bu yoqqa bir qarang. Juda ham muhim xabar olib keldim. Nima gap, Genrix? Qanaqa xabar? Qo'shni saroydagi sohib Jamol malika sayrga chiqqanmish. Malika degan kanizaklari bilanmi yo o'zimi? Bir o'zi janob oliylari. Siz malika bilan tanishishingiz kerak. Mana nihoyat qulay fursat yetdi. Fursat-ku yetdi-ya. Shahzodam, nega ikkilanyapsiz? Nimadan tortinyapsiz? Bor yo'g'i bilan gaplashasiz xolos. Xo'sh, buni nimasi qiyin? Malika juda go'zalda. Go'zal bo'lsa nima bo'pti? Agar men shahzoda bo'lganimda, u bilan suhbatlashardim. Ayolparastlik ham meva bilanda, Genrix. O'ylab gapirsang-chi. Hozir oddiy qurbaqa bo'lsam, malika meni ko'rishi bilan orqasiga qaramay qochadi. Ruhingiz tushmasin, janob oliylari. O'sha jodlar kampir sizni sehrlab qo'ymasdan oldin qanday xushro'y yigit edingiz-a? Voy, nima qilyapsan? Qo'yvar, nafas ololmayapman. Dadil bo'ling, shahzodam.
Yuragim sezib turibdi. Siz Malika bilan albatta tanishasiz. Meni ko'rib qochib ketmasa-ku tanisharman. Xo'sh, keyinchi. Agar u bilan do'stlashsangiz, balki u sizni sehru jodudan xalos qilar. Yana o'z holingizga qaytardingiz. Shahzodam, harakat qilib ko'ring. Bo'pti, Genrix. Voy. Biram charchadimki, chanqab ham ketdim. Voy, suvni mazaliligini. Tom bilan tarasha tushganda gap otib bo'lmaydi-ku. Yana u meni tarbiyasiz deb o'ylamasin. Voy. Oltin ko'pdo'kcham, biram chiroylisanki. Bu dunyoda men uchun sendan qimmatli narsa yo'q. Naqadar ajoyib. Qanday bo'lmasin, unga yoqishim kerak. Bo'lmasa, hammasi chippakka chiqishi mumkin. Janob oliylari, shahzodam, qachongacha o'ylanib o'tirasiz? Qanday boshlashda nima ahamiyati bor? Boshlasangiz bo'ldi-da. Unday dema, boshlashda gap ko'p. Taqan qo'pollik qilib ko'nglini ranjitib qo'yma. Andisha qilib chaynalib o'tirgunizcha ketib qoladi. Jon shahzodam, bo'la qoling. Balandroq. Ko'ryapsanmi? Malika o'zi bilan o'zi ovora. Shoshmay tur, tayyorlanib olay. Janob oliylari, tezroq bo'lsangiz-chi. Buni paysalga solib bo'lmaydi. Qayoqdan bilasiz, balki bunday fursat boshqa kelmas. Iltimos, meni shoshirma. Ko'nglimga quloq solib ko'rishim kerak. Har daqiqa g'animatga tushunsangiz-chi, balki bu sizni oxirgi O'zingni o'chirasanmi, yo'qmi, Genrix? Chalg'ityapsan axir, diqqatimni jamlab olay. Bo'sh kelmang shahzodam. Yo'lini topganga o'xshayman. Voy, qayoqqa ketdi? Voy, ko'pdo'kcham, qayerdasan? Suvni loyqalanganidan hech narsani ko'rib bo'lmayapti. Siz ko'pdo'kcham hovuzning tubiga tushib ketdi. Endi nima qildim? Voy, sho'rim, ko'pdo'kcham cho'kib ketdi. Endi uni hech qachon ko'ra olmayman. Usiz qanday yashayman? Voy, bir nima ko'rinyaptimi? Axir bu oltin ko'pdo'kcham-ku. Ey xudoyim, u meni tashlab ketmabdi. Yig'laganlarimni eshitdi. Ana suzib kelyapti. Ko'zlarimga ishonmayman. Qanday mo'jiza! Qurib ketsin. O'lgan qurbaqani qo'limga ushlab olibman-ku.
E'tiboringiz uchun hali tiriyman, malikam, xavotirlanmang. Nima? Voy, jirkanchligini. Nimasi jirkanch? Nega endi sizni bu ma'qul gaplaringizni eshitishim kerak? Kechirasiz. Kechiringiz o'zingizga siylov. Gunohim nima? Chalqancha suzib yursam, hech narsadan hech narsa yo'q, o'zingiz mahkam ushlab oldingiz. Hammasi tushunarli. Meni laqillatish uchun oltin koptokchamga o'xshasin deb ataylab chalqanchalab suzgansiz. Hali ustimdan kulmoqchi bo'ldingizmi? Nima? Chiday olmayapman. Qandaydir bir qurbaqaga kulgi bo'lib o'tirsam-a? Yig'lamasangiz-chi, bu bir anglashilmovchilik xolos. Sizni masxara qilish xayolimga ham kelgani yo'q. Shu ko'ptok qurg'urni deb o'lishimga sal qoldi. Yana ozroq siqqaningizda bir odamni yo'q, bir qurbaqani boshiga yetgan bo'lardingiz. Shovqin ko'tarish o'rniga kechirim so'rasangiz yaxshi bo'larmidi? Kim kechirim so'rashi kerak? Sizda? Men? Ha? Kimdan? Mendan. Men malikaman. Qandaydir badbashara qurbaqadan kechirim so'ramayman. Bekorlarni aytibsiz. Tarbiyasiz ekansiz. Meni haqorat qilishga qanday jur'at etdingiz? Sizni odamga aytib beraman. Aytsangiz aytavering. Sizda janjalkash qiz bilan gaplashishni istamayman. Men ham. Nihoyat fikrimiz bir joyga chiqdi. Xayr, shilimshiq janob. Boring, vaq. На. Какая Shunaqayam jirrak qiz bo'ladimi? O'zi juda ham chiroyli, lekin o'lguday badjahl, xo'rs ekan. Meni nazariga ham ilmadi. Hafsalam qir bo'ldi. Ey, Genrix, hammasini o'zing ko'rding, suhbatdan foyda chiqmadi. Ehtimol haqdirsan. Meni sehru jodudan faqat malikagina qutqarar. Shunday ekanki, boshqasini qidiramiz. Bunday sohib jamol bo'lmasa ham odobli bo'lsin. Ha? Shahzodam. Yana nima deysan? Senga orqangizga qarang. Malika hali ham shu yerda. Uni siz janob oila bilan gaplashgisi bor. Yana bir urinib ko'ring. Hozirgina u menga nimalar demadi, qo'ysangchi. Afu eting, lekin o'zlari ham nazokatli bo'lmaganlar. Axir janjalni u boshladi-ku. Ana qarang, bu yoqqa kelyapti. Janob oilalar yana aytib o'tirmang. Nima bo'lganda ham siz shahzodasiz. Men oddiy shilimshiq janobman. Espassiz. Birovni uyiga tumshug'ingizni so'roqsiz tiqishga uyalmaysiz ham. Bu hovuz meni uyim demoqchimisiz? Surbetlik ham evi bilan. Hech ham surbetlik emas. Men shu hovuzda istiqomat qilaman oxirgi paytda. Bo'pti, siz aytgancha bo'la qolsin. Hovuz sizni uyingiz. Bu boshqa gap. Marhamatingizni darig' tutmay, koptokchamni olib bera olmaysizmi? Qanaqa koptok? Oltin koptokcha, u sizni hovuzingizga tushib ketdi. O'shani olib bering. Ana endi nima uchun yo'ldan qaytganingiz ma'lum bo'ldi. O'sha oltin koptokcha men uchun eng aziz narsa. Agar uni qaytarib bermasangiz, hammaga sizni o'g'ri deb gap tarqataman. Bildingizmi? Xudo xayrisi bersin. Unaqa qilmang. Olib berasizmi? Hurmatli malikam, albatta olib beraman. Axir men o'g'ri emasman-ku. Unday bo'lsa sabrsizlik bilan kutaman. Nega endi o'zingiz ola qolmaysiz? Bu odobdan emas, bu axir sizniki. Ammo oltin ko'ptokchangizni ko'tara olmasam kerak. Yo,
Yolvorib so'rayman, koptokchamni olib bering. Evaziga nima xohlasangiz jonim bilan bajaraman. Rostdanmi? Nima xohlasam? Ha, rost. Mana ziragimni yoki munchog'imni olib qoling. Yaqinchoqlaringizni keragi yo'q. Bo'lmasa nima kerak? Do'st bo'lib qolsak. Tushunmadim. Do'stligingiz kerak. Men bilan do'st bo'lishingizni xohlayman. Men siz bilan do'st bo'lishim kerakmi? Ha. Demak, do'st bo'laman deb va'da bersam, koptokchamni olib berasiz. Ha. Bo'pti, roziman. Keling, do'st bo'lamiz. Rostdanmi? Aldamaysizmi? Yo'q, so'z beraman. Rahmat. Katta rahmat. Boshim osmonga yetdi. Sizni hozir koptokchangizni butunligicha olib chiqaman. Sizga suv sachratib yuborganimdan afsusdaman. Agar bilsangiz, shunday bo'ladi deb o'ylamovdim. Men ham o'zimni yaxshi tutmadim. Bo'lar bo'lmas gaplar og'zimdan chiqib ketdi. Koptokcham suvga tushib ketganidan o'zimni yo'qotib qo'ydim. Uzrimni qabul qiling. Kelishib olganimizdan xursandman. Endi koptokchani qidirsak ham bo'ladi. Kechirasiz, yana bir savol bersam maylimi? Qanday savol? Bugun siz bilan qasrga borsam bo'ladimi? Albatta, axir biz do'stmiz-ku. Yaxshi. Mendan marhamatingizni ayamaysizmi? Shubhalanishga o'rin yo'q. Sizni izzat-hurmatingizni joyiga qo'yaman. Undan chiqdi qasrga boraman. Keyin siz bilan bir dasturxonda ovqatlanamiz, shunday. Bo'lmasam-chi? Voy, kech bo'lib qoldi, uyga qaytadigan vaqtim bo'ldi. Sizni shoshirmoqchi emasman, u iloji bo'lsa tezlashtirsangiz. Tushundim, hoziroq sho'ng'iyman. Yana bir savol. Qasrga borganimizdan keyin yarim kechgacha qolib ketsam, sizni yotog'ingizda tunasam bo'ladimi? Xotirjam bo'ling, mehmonlar uchun xonalarimiz ko'p. Siz bilan qolsam devdim. Unday bo'lsa zo'r, aldamayapsizmi? Ey xudoyim, tezlatishning iloji bormi o'zi? Iltimos, soqchilar darvozani yopib olsa, qasrga kira olmayman. Bo'ldi, kelishdik. Voy sho'rim. Shoshilish kerak, darvozani yopib qo'yishadi. Oltin koptokcham. Aylanib ketay. Yana yonimdaligingdan shunday xursandmanki, endi seni hech qachon qo'limdan tushirmayman. Rahmat sizga, janob Qurbaqon. O'lguday charchadim. Madorim qolmadi. Qasrga qanday yetib olaman? Oyoqlarim chalishib ketyapti. Hey, to'xtang, qayoqqa? To'xtang deyman. Sizga yeta olmayman axir. Meni ham olib keting, axir va'da berdingiz-ku. Eyvoh, ishongim kelmayapti. U meni aldab ketdi. Ha, Malika yolg'onchi bo'lib chiqdi.
u qanday bo'lmasin oltin koptokchasini qo'liga kiritish niyatida edi. Qurbaqa bilan do'st bo'lishga roziman desa-da, ichida uni ermak qilayotgan edi. Koptokchani qo'liga kiritishi bilan qurbaqaga bergan va'dalarini butkul unutdi. O'rmonni shom qorong'usi qopladi. Qurbaqa xavf-xatarlarga qaramay qasr tomon yo'l oldi. U qo'rquv nimaligini bilmasdi. Uni butun vujudini qanday bo'lmasin qasrga yetib olish ishtiyoqi Voy. Yana ozgina harakat qilsam, kechki ovqatga yetib boraman. Xayriyat, yetib keldim. Hoy qurbaqa. Qayoqdan kelib qolding? Ilgari seni bu yerda hech ko'rmagan edim. O'rmonda yashayman. Meni Malika mehmonga taklif etgan. O'zi qayerda? Meni uni yoniga olib boring. Nimalar deyapsan? Juda qiziq ekansan-ku. Malikalarimiz juda ham odobli, qurbaqalar bilan ishi yo'q. Meni aldayman deb o'ylama. Va aldayotganim yo'q, rost aytyapman. Nima qilyapsan? Qo'yvor. Qayoqqa olib ketyapsan? G'irt ahmoq ekansan u. Senda insof bormi o'zi? Ha? Qayoqqa qo'yib bo'lding? Baribir laqillata olmaysan meni. Ular shu yaqin atrofda ovqatlanayotgan bo'lsa kerak. Ha, Malikam, kechki ovqatga marhamat. Menimcha qayerdadir qurbaqa vaqillayapti. Ha. Rostdan ham ovozi kelyapti. Ishongim kelmayapti. Nega bo'lishi mumkin emas? Qurbaqa bu yerga qanday kelishi mumkin? Men keldim, Malikam.
Sizni ko'rganimdan behad xursandman. Ovqatga vaqtida yetib keldim deb o'ylayman. Bu o'sha qurbaqa-ku. Nima bo'ldi qizim? Bir nimadan qo'rqib ketdingmi? Birorta dev eshik orqasida yashirinib turdimi? Nega ranging o'chib ketdi? Yo'q, otajon. Bo'lmasa eshikdan nariroq tur. U yerda qurbaqa bor. Qurbaqa? Ha, qurbaqa kelibdi. U eshik ortida turibdi. Buni nimasi kulgili? Malika, iltimos, eshikni oching. Bu men o'rmonda yashaydigan qurbaqa. Siz bilan ovqatlangani keldim. Maynavozchilikni yig'ishtirib eshityapsanmi? Bu maynavozchilik emas, opajon. U o'zini hurmatli mehmon deb hisoblayapti. Axir men rostdan ham qasrga olib boraman deb va'da bergan edim. Eshitdingizmi, janoblar? Qizim hech kimdan so'ramay, allakimlar bilan do'stlashib yuribdi. Buni ustiga yigitlar bilan. Shundaymi? Hech qanaqa yigit emas, bor yo'g'i bir qurbaqa. Hech narsaga tushunmayapman. Nima bo'lganini batafsil gapirib ber. O'rmonda sayr qilib yurgan edim. Bexosdan oltin koptokcham hovuzga tushib ketdi. Qayoqdandir shu qurbaqa paydo bo'ldi-yu, agar men bilan do'stlashishga va'da bersang, koptokchangni olib beraman dedi. Men unga aytdimki, Malikam, o'sha qurbaqa men bo'laman. Taklifingizga binoan keldim. Marhamat qilib eshikni oching. Iltimos. koptokchamni sirayam ko'zim qiymadi. Qurbaqa saroyga bir o'zi kela olmasa kerak deb, unga mayli, do'st bo'lamiz deya qoldim. Eshikni och qizim. Nimalar deyapsiz? Nahotki qurbaqani ichkariga kiritsak? Do'st bo'laman dedingmi? So'zingni ustidan chiqishing kerak. Eshikni och. Qurbaqa bo'lsa nima qildi? Tezroq eshikni och. Otajonimiz yangi do'stingni ko'rmoqchilar. Qurbaqali o'zi mehmon bo'lib kelibdi-da. Ja qiziq-a? Rahmat, Malikam. Voy. Qurbaqamisan, qurbaqa ya. Bo'lishi mumkin emas. Janob oliylari, ijozat bering o'zimni tanishtiray. Sizga qarashli o'rmonda yashaydigan qurbaqaman. Men esa qirolman. Marhamat qilsinlar. G'oyat xursandman. Samimiy iltifotingiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Ma'lum bo'lishicha, qizimga yordam beribsiz-a? Sizga samimiy minnatdorchilik bildirishga ijozat bergaysiz. Go'zal sohib jamol qizingiz bilan bo'lgan bir lahzalik uchrashuvni hech qachon unutmayman. Ostonada biroz kuttirib qo'yganimiz uchun uzrimizni qabul qilgaysiz. Hoy xizmatkorlar, qani mehmonga qaranglar. Meni ma'zur tutasiz. Ijozatingiz bilan Malikani yoniga o'tirsam devdim. Buni nima ahamiyati bor? Malikaga koptokchasini olib berayotganimda shartlashib olgan edik. Ha, shunday deng, bundan xabarim yo'q ekan. Mehmonga Malikani yonidan joy hozirlang. Hojati yo'q, otajon. Bizda mehmonlar uchun alohida joy hozirlangan. Iltimos qilaman. Siz bilan yonma-yon o'tirib ovqatlanishga ijozat bering. Yo'q demang. O'tinib so'rayman. Malikam. Yo'q, xohlamayman. Axir siz va'da bergan edingiz-ku. Qizimizni jahli chiqyapti. Hazilni yig'ishtiring. Hazil? Men hazillashayotganim yo'q. Qirol hazratlari. Bu hazil emas. Malika o'z va'dasini bajarmaslikka haqqi yo'q. So'z berdingmi, ustidan chiqishing shart. Qirol juda adolatli edi. U qurbaqani iltimosini bajarib, Malikani yoniga o'tkazdi. Voy. Voy, naqadar mazali taomlar. Hurmatli mehmon, oling, tortinmang. Ko'nglingiz tutsagan narsani yeyavering. Benihoya mamnunman. Ijozat bersangiz, Malika ichayotgan sho'rvadan totib ko'rsam. So'rab o'tirmay, bemalol ichavering. Iching.
Sho'rvani Malikani idishidan ichsam maylimi? Albatta, bemalol. Buni men bir umr orzu qilgan edim. Bo'lmasam-chi, tortinmay ichavering marhamat. Ishonchim komilki, birga ovqatlanayotganingizdan Malika ham xursand. Buni ustiga qizimiz so'zini ustidan chiqadiganlardan. Qani qizalog'im, mehmonga sho'rvangdan berchi. Marhamat, mana, bemalol ichavering. Jonim bilan. Ma'zur tutasiz, qornim shunaqa ham ochgandiki. Juda ko'p yurdim. Mazali ekan. Yurdim emas, sakradim desam to'g'ri bo'ladi. Biz shunaqa sakrab yuramiz-da. O'zingiz ko'rib turibsiz-ku. Malikam, sizga nima bo'ldi? Qornim to'ydi. Rahmat. Yolg'on gapirish yaxshi emas. Ovqatga hali qo'l ham urmadingiz-ku. Bemalol ovqatlanavering, marhamat, qoshiqni oling. Sho'rva juda ham mazali bo'pti. Oshpazingizni qo'li dard ko'rmasin. Boshqa taomlar ham shunaqa mazali bo'lsa kerak-a? To'g'rimi, Malika? Sizga nima qildi, hurmatli mehmon? Qizim sizni xafa qilib qo'ymadimi? Yo'q, janob oliylari, hammasi joyida. Tashvishlanishga hojat yo'q. Iltifotingizdan benihoya mamnunman. Azizim, qizimizni nega qiynaysan? Bechora hali tuz totgani yo'q. Bu so'z bergan. Va'dasini bajarmaslikka yo'l qo'ymayman. Bu bizga yarashmaydi. Qiziq, shirinliklarga ham joy topilarmikin? Maza. Shu yerda meni qo'yib yuboringlar. Unga ko'rsatib qo'yaman. Tinchlaninglar. Sizga biror zahmat yetmadimi, hurmatli mehmon? Hech qisi yo'q. Bu betartiblik uchun ma'zur tutasiz. Bu ko'pakni albatta ta'sirini beraman. Iltimos, uni jazolamang. To'g'risini aytsam, muhtaram qirol, o'lguday charchadim, biroz dam olsam degandim. Vaqt ham mahal bo'lib qoldi. Ehtimol biz bilan saroyda tunab qolarsiz. Katta rahmat. Taklifingizni rad eta olmayman. Sizni Malika taklif etgan, uni o'zi joylashtiradi. Minnatdorman. Mumkin bo'lsa, Malikani xonasida tunasam. Bemalol. Qayerda xolasangiz o'sha yerda turishingiz mumkin. Mehmonni dam olish xonasiga olib bor. Otajon. Bergan va'dasidan tonish yaxshi fazilat emas. Bu senga dars bo'lsin. Nahotki qurbaqani yotog'imga kirishiga yo'l qo'ysangiz? Bu mening qirollik so'zim. U boshingga ish tushganda yordam bergan. Unga minnatdorchilik bildirishing kerak. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Mehmon bilan birga yotog'ingga bor.
Malika, yuragim yorilib ketay deyapti. Yig'lamang axir. Yig'layveraman. Meni o'z holimga qo'ying. Jahlingiz chiqmasin-u, menga e'tibor berishingizga to'g'ri keladi. Axir otangizning gapini ikki qilmaysiz-u. Siz yovuz maxluqsiz. O'lgidek ayyorsiz. Ko'nglingiz ham xuddi avtobushrangizga o'xshaydi, bildingizmi? Demak, meni hech qancha ham yoqtirmas ekansizda. Ko'rishni ham istamayman. Ko'rgani ko'zim yo'q. Eshitdingizmi? Nima uchun? Negaligini shunchaqacha tushunmadingizmi? Yaxshi tushunib turibman. Meni haqiqatdan ham yomon ko'rasiz. To'g'ri. Sizni menga nisbatan shunaqa nafrat chulg'ab olganki, boshqa narsa to'g'risida o'ylashga irodangiz yetmaydi. Nafrat odamni halok qiladi. Bundan qutulish uchun menga ko'ngil qo'yishingiz kerak. Ortiq chidolmayman. Meni qutqaringlar meni. Malika, o'zingizni bosing, iltimos yig'lamang. Gapimga quloq soling. Tanishganimizga atigi bir kun bo'ldi. Men siz to'g'ringizda uncha-muncha narsa bilib oldim. Siz esa meni haqimda deyarli hech nima bilmaysiz. Siz haqingizni bilishni ham istamayman. Axir do'st bo'lishga va'da bergansiz-ku. Do'stlar bir-biriga nisbatan e'tiborli bo'lishlari kerak. Hozircha meni yomon ko'rasiz, ammo biroz muhlat bering. Ishonchim komilki, siz Bas qiling, eshitishni ham istamayman. Meni o'z holimga qo'ying. Siz bilan do'st bo'lib qolishni juda istayman. Sadoqatli va mehribon do'st bo'laman. Surbet ekansiz. Nega endi? Yotog'imga chiqyapsiz. Yo'qol bu yerdan. Qurbaqa janoblari. Qurbaqajon, tirikmisiz? Voy xudoyim. U o'lib qotdi-ku. Nima qilib qo'ydim? Endi nima bo'ladi? Kechiring meni. Bunday bo'lishini istamagandim. Endi nima qilaman? Odamni jahli chiqib qasrdan butunlay quvib yuboradilar-ku. Ya xudoyim, kimsiz? Yovuz jodugar sehrlab qurbaqaga aylantirib qo'ygan shahzodaman. Siz uning jodusini barbod qildingiz. Qo'llaringiz menga tegishi bilan yana odam qiyofasiga kirdim. Nima? O'sha qurbaqa sizmisiz? Demak, tirik ekansiz-da. Sizdan juda minnatdorman. Meni asl holimga siz qaytardingiz. G'aroyib mo'jiza. Agar sizga biror qo'l bo'lganda, otam meni qattiq qo'ygan bo'lardilar. Menga baxt kulib boqdi. Omadim keldi. Juda baxtiyorman. Pastda arava shay turibdi. Sizni o'z qasrimga taklif qilaman. Ilk ko'rganimdayoq maftun qilib qo'ydingiz. Ahdim qat'iy. Menga turmushga chiqing. Qirol yoshlarga oq fotiha beribdi. Sadoqatli Genrix aravani hozirlabdi. Yosh kelin kuyov shahzoda yashaydigan qasr tomon yo'l olibdilar. Ular baxtli, saodatli turmush qurishibdi. Shunday qilib, ertagimiz nihoyasiga yetdi. Come on, boys and girls, to the world of fairy tales. Look around, enjoy the fun, 'cause we've just